Assalomu alaykum, hurmatli Baraka Les tomoshabinlari. Aytganimizdek, sizlar Baraka Les butun qurilish jarayonlarini mumkin bo'lgan hamma jarayonni yaratib beradi. Qurilish mahsulot narxlari, sotiladigan joylar yoki qurilish o'tirgan joylar. Bugungi manzilimiz biza Xorazm va Urganch-Xiva yo'lini 10-kilometr Karamanpolskayni yo'l ustida joylashgan obyektimiz. Bu yerda sotiladigan joyimiz bor ekan. Bu yerda hozir biz yana 600 metr kvadratlik joydamiz. Buni plus tarafı boshqalardan bir mashina qo'shib beradi ekanlar. Menimcha buning bo'lmagan. Ya'ni siz joy olasiz, shunday 10x mashina qo'shib beradi. Orqada turgan mashina. Xo'sh, bizga bu yerda nima ko'rishimiz mumkin? Kottejlik plus perestroyka bo'lgan, $30,000 qo'shimcha perestroyka etganlar, yana minimum qo'yganlar. Ana oxirida masalan o'zi qurgan odam o'zi qushni yaxshi ko'radi insonlar ekan, yomg'ir netmasligi uchun mana shu orqaga chiqish uchun vajani qo'yganlar, pulni ayamanlar yerimizdan, joyimizdan qo'shimcha $20-30 surt tashag'anlar. Hozir bu yerimizda yana kam yashalgan yerda turibmiz. Narxi hozir bizga $120,000 deb aytildi. Xo'p, yaxshi mashina qo'shib berishadigan bo'lsa, mashinasiz aytmana deyilsa $110,000 dan deb aytib turibdilar. Nomerlarni qoldiramiz. Hozir videoda sizlar davomida to'liq hamma joyini ko'rsatib chiqamiz va uy egasi nomerlari qo'yiladi. O'zlari bilan gaplashaverasizlar. Bu yerlar to'g'risi hozir biz Urganch shahridan keldik. Urganch shahri issiq hozir bugunda. Lekin bu yer salqin. Sababi bu tarafimizga e'tibor bersangiz ochiqlik ekan. Ya'ni shahar sovuqligidan charchagan bo'lsangiz, men shunday ochiqlik, gaz, svet, suv, internet bor yerlarga kelasiz. Bu tarafingiz ochiqlik, ozam bilan salqin yerda uyqudan uyg'onib ishingizga borsangiz bo'ladi. Ajoyib yerlar. Joyimizda o'zim zo'r ahvolda ekan. Haqiqatan qo'shimcha $20-30,000 surt tashlangan joy o'xshatib buni videoda ko'ramiz. Hovli joyining kirish qismida o'ng tarafida perestroyka qilingan bino bu. Binoning podvalida garaj bor. Garaj tepasida 11 ga 5,5 metrlik mehmonxona. Mehmonxona bilan qo'shimcha yotoqxona va xizmat ko'rsatuvchi xona, ya'ni sanuzel bor. Ko'rib turibsizlar, dizaynlar hali yangi turibdi. Hozir bu xonadan do'riga o'tamiz. Bu xonaning do'risida binoda nolaba, bir dona dahliz, bir dona mehmonxona. Mehmonxonamiz 5,5 ga 5,5 o'lchamda 30 kvadrat. Keyin 3 dona yotoqxona bor, lekin alohida e'tibor beramiz. Mehmonxonamizning dizaynlari, remontlari hali yangilik turibdi hammasi. Keyin yotoqxonamiz 6 ga 5 lik 30 metr kvadratlik bir dona yotoqxonamiz bor. Dizaynlarga e'tibor beramiz. Ikkinchi yotoqxonamiz 3,5 ga 4, sal kichikroq. Yoshlar uchun to'g'ri keladi, 14 metr kvadratlik. Uchinchi yotoqxonamiz esa 6 ga 3, 18 metr kvadratlik bo'ladi. Undan so'ng oshxona mebeli ham doğrusu ayniqsa o'tirgan ekan. Biz o'zimiz tekshirib ko'rdik, haqiqatan sifati yaxshi. Oshxona ham 24 metr kvadrat, ham yorug', sababi alohida orqa tarafdan eshiklari bor va oynalari bor. Bog' tarafi qaroqda, plus tarafi yozdan ko'ra salqin havoda choy ichib, tabiatda o'tiraman desangizlar, to'g'ri oshxonadan bog' tarafi xot bor. Shu xotdan chiqib yozdan ko'ra chiqib tashqarida hazat ovqatlansangiz bo'ladi. Bog' tarafimizdan keyin yana qo'shimcha mehmonlar uchun alohida bino solingan. Masalan, uzoq yurtdan kelib qolib 1-2 kun mehmoningiz bo'lishi mumkin. Shular uchun alohida bog' tarafidan xonalar tushgan. Yotoqxona 3/3lik, ya'ni 9 kvadratlik, bir dona zal tushgan, 3/5lik 15 kvadrat. Undan tashqari ularning yon tarafida kladovka va yozgi sanuzellar, hojatxonalar. Hovli joyiga girish o'ng tarafdagi binomizning podvalidamiz, yerto'lasida. O'zi yerto'lamiz. Bunda mashina saqlab qo'ysangiz bo'ladi, garajda yoki qo'shimcha bir laboratoriya yoki o'zingiz hobbilaringiz bilan shug'ullanib ish joyi bo'ladi. Podvaldan xudo xolasa o'z bizneslaringizni boshlashingiz mumkin. O'zingiz podval. Keyin bunda alohida e'tibor beramiz. Isitish tizimi yaxshi o'rnatilgan. Hamma kotyol, binoni qizdiradigan qozonxonalar podvalda joylashgan.
Allah.